Bugungi video obzorimiz 222-276 motorda konditsionerda o'lib, yana qaytadan yangisini o'rnatishga qaydan nima qilish bo'yicha rekomendatsiya. Biz o'zimiz YouTube platformasida ko'rdik. Bu yerda sal gryazny ham ishlab tashlagan ekan, kimgadir manfaatli bo'lishi uchun. Qoldiramiz obzorini. Hop, bu yerda mana nima edi mani nomi? Interkullerlargacha yechib olgan, lekin bu yerda interkullerni yechish ham shart emas. Hop, nechta bolt bo'shadi? Muhammad? 10 ta bolt bo'shdi. Yurib tushchi. 10 ta bolt bo'shdi. O'shanda hop TVdan nechta bo'shatildi? TVdan bo'shatilmaydi. Hop, TVdan bo'shatildi. Pastdan bo'shatildi. Pastdan 3 ta, uniki 2 ta, 10 ta. Hop, pardon, yechilgan holatda yuribchi. Hop. Pardon yechildi birinchi o'rinda. Shu tarafdan ключ bilan, oraliqdan. Yana bu tarafdan ключ bilan tiqib yechib olindi. Asosiy shu qismlari yechildi. Konditsioner motorchi chiqdi. Hop, qaysi shlankalar nechta yana? Shlanka yechilmi yo'q, shu faqat konditsioner trubka yechildi xolos bitta. Bitta turbinalar anaqa sistemasini o'rtasida yechildi xolos-ku. Antivesi Turbinaniki, trubkasi. Asosiy ishimiz olay. Mana turbinalarni yechildi. Turbinaning shlankasi bitta yechildi. TVda. Mana chiqildi. Mana konditsionerimiz uzun xuddi mana yengil chiqildi. Murakkab javobi yo'q. Muhammad ustamiz o'zi buni ko'ramiz, agar uzun remont qilishi imkoni bo'lsa remont qilinadi yoki yangicha qilib qo'yamiz. Endi buni asosiy nimani hisobiga ketgan deb o'ylaysan? Bu pechka yoqib yurganda konditsioner qo'shadi labovga o'zi. Qishda o'sha holatda postoyan yurgan. ishlab bo'ladi. O'shandan tablodan o'chirsa bo'ladi haligi. Off qilib bo'lsa, konditsioner qo'shmaydi. Bu off qilsa ham har doim zavat qilganda 222 kiloda yana yonib qolar ekanda. Hozir mana steker uzib bo'lsa, steker qishga uzib qo'ygan eng yaxshi aqlli yo'li. Hozir konditsioner ishlab turgan magnitni hop shiftga o'tgan, motor qisqanda, bag'ash shift. Motor qisqanda pechivni maydalar o'rgan.